Shu desanglar dugonajonlar, men ideal kelin emasman. O'zimga o'xshagan shaltoqqina kelinlar-yu, qatasizlar. Agar siz ideal kelin bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Agar bu videoni ko'radigan bo'lsangiz, точно siz asabingiz buziladi. Kechasi uxlamay chiqasiz. Men xizmat qilishim kerak deb ideal kelin bo'lishga harakat qilmayman, qilmaganman. Nimaga ishlanaman? O'z vaqtida emas, vaqtim bo'lganda qilaman. Shu haqida sizlar bilan ozgina gaplashib olamiz. Necha yillar oldin dadamning katta sexlari bo'lardi. 15 tacha, 20 tacha qizlar ishlatardilar. Seximiz to'g'risida xorazmlik qo'shnilarimiz bo'lardi. O'sha qo'shnimizdan 2 nafar o'g'il farzandi bor edi. Kichkina o'g'illari uylanmagan edi, katta o'g'illar uylangan edi. O'sha 4-5 ta nevaralari ham bor edi. Xullas kichkina o'g'illarini uylantirdilar. Menimcha u kelin yo paxta tarafdan yo yangi yo'ldan edi. Juda ham chiroyli va chaqqongina kelin edi. Qaynonasini soyasidan zir titragan kelin edi. Oradan oila o'tdi. 7 oylik yo 8 oylik homilasi bor edi. Qorinchasi chiqib qolgan, shiringina bo'lib, bo'ylari past bo'lsa ham shiringina bo'lib yurardilar. Hamma kelinlar yo ertalab yoki obeddan keyin ish qilsa, u kelinga farqi yo'q edi. Soat 3 da ham, 4 da ham 3-4 mahal ish qilardi, chunki qaynona buyurardi. Qorni qovoqdek bo'lib kattagina bo'lib qolgan qoq obedda o't yulayotganini ko'rib rosa jahlim chiqdi. Borib yonlariga "Kenaya, damosiz bo'lmaydimi? Qoq obedda nima bor?" desam, "Yo'q, Xadicha, tug'ishim yaqin. Tezroq harakat qilsam o'zimga oson" deb aytdilar. Ularning qaynonasi menga parda tiktirib, pardami pulini ham bermagan. Xullas, u xotinning qanaqaligini ves mahalla bilardi. Ketma-ket homilador bo'lib, ikkinchi farzandlarini ham tug'ib oldilar. U kelinni ishi ko'pligidan o'ziga vaqti bo'lmasdi. Xullas, ish qilib yurgan vaqtda kichkina farzandi qarovsiz qolib ketgan bo'lgan. Dizetkaga qo'lini tiqib 3 sekund ichida joni uzilgan. Taxminan u bolaning yoshi yo 1,5 yoki 2,5 yoshda edi. Ota-ona bechara nima bo'ldi? Endi o'sha farzandini yo'qotganini hazm qilish oson emas. Qabrga kirguncha o'zlari, ota-onasi qabrga kirguncha o'sha farzandini eslab yig'lab yurishadi. Men yurakchasi urmay qolgan 2 oylik homilamga hali ham siqilaman, hali ham yig'layman. O'sha homilamni yo'qotganimga oradan 3 yil o'tdi, lekin hali ham eslayman. Alhamdulillah, u homiladan keyin menga shirindan shakar shundoq do'mboqqina, oppoqqina Muhammadimni berdi Allohim. Men bu bilan nima demoqchiman? Ish qilishim kerak ekan, qaynotamga yoqishim kerak ekan, xo'jayinimga yoqishim kerak ekan deb o'zimni o'tga, cho'kka urmayman. Farzandim uxlaganda yoki farzandimga kimdir qarab turganda ishlarimni qilib olaman. Даже onlayn biznesimni ham farzandimni yonimga o'tkazib, nimadirlarni reklama qilmayman. Xullas, men shunaqa ideal emas, shaltoqqina kelinman. Bu gaplarim bilan ideal kelinlarga sizlar ham shaltoq bo'linglar, shunaqa bo'linglar degan maqsadda gapirmayman. Farzandlaringiz bilan ko'proq vaqt o'tkazsangiz, o'zingizga ham, o'g'lingizga ham, yo qizingizga ham ancha yaxshi bo'ladi. Allohim farzand ne'matini bergandan keyin uni albatta asrab avaylash kerak. Dunyoning ishi hech qachon tugamaydi. Ovqat qilib olishim kerak, idish yuvib olishim kerak, uy yig'ishtirishim kerak degan ish hech qachon tugamaydi. Uylarim yoyilgan videolarimni qo'ysam, hamma gapiradi: "Voy, shaltoq ekansan, uylaring tozalab o'tirmas ekansan, ering gapirsa ish qilar ekansan." Men ham uylarimni toza, ozoda, chiroyli turishini xohlayman. Lekin meni bolalarim giperaktivniy. Men o'sha ishni qilsam, borib o'shani titadi. Misol kiyim taxlasam, borib hammasini titib tashlaydi. Undan ish qilganimdan qilmaganim yaxshi. Xudo xolasa uylarim toza ham turar, chiroyli ham turar, chinni chiroq bo'lib turar. Lekin o'sha vaqtda meni bolalarim o'sha katta bo'lishadi. Hozir meni bitta savolim bor. O'g'illarim, qizlarim 18-19 yoshga to'lganda oyog'imga o'tkazib olib erkalata olmaymanmi? Ular o'sha katta bo'lgandan keyin uylarimni yoyisharmikin? Bolalariga uni qilma, buni qilma, yoyma deydigan onajonlar o'zingizlarga shu savolni berib ko'ring. Ishoning, mana men yoshim 23 da bo'lsa, dadamni tizzalariga o'tirib erkaligimni qila olmayman. To'g'ri, o'zim ichimda hali kichkinagina yosh bolacha bor, lekin o'zimga ham 2 ta yosh bolam bor. Kichkina yosh bolacha deganim bu Xadijaning kichkinagina yoshligi qolib ketgan. Meni videolarimni kutib, like bosib, komment yozayotganlarga katta rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kuninglar yaxshi o'tsin, jon kala.